kamerasini? Nima ko'ringda? Qani? Ha, ketyapti inshaalloh. Ketyapti. Akramjon, Bu menga qarab turibdi kamera. Subhanalloh. Ye? Katta istov kelibsiz. Mo'sin bosib arqa. Telefonlar yaxshi. Maşallah. Ustamiz chiqibdi. Akramjon, rahmatli Lasufjon akamning nomidan inshaalloh. Mana shu madrasalarga qancha solihalar, toliblar chiqadigan bo'lsa, talabalar chiqadigan bo'lsa, inshaalloh foydasi mana shu hoji akami oxiratlari obod bo'lishligiga yozsin inshaalloh. Hoji akami nomidan hoji akami umri uzoq bo'lsin inshaalloh. Allohim o'zi mehribon. Va sizning nomingizdan uka. Allohim mana shu masjidlarimizga ko'p ehson qiluvchilarni qatorida qilsin inshaalloh. Ahli oilangizning nomidan inshaalloh. Ahli oilangizning dadasining nomidan inshaalloh. Yana Xudo xolasa bo'shagan qo'yamiz, faqat har bir narsani kameraga olishimiz qiyin bo'lyapti. Ustalar ishdan qo'ymaylik deb ancha-muncha o'zimiz yordam beramiz Xudo xolasa. İnşallah. Maşallah qo'ying. Birodarlar, mana shu Alloh subhanahu va taoloning masjid madrasa uylaridan biri. Mana shu yerda Alloh subhanahu va taoloning kalom aytiladi, Allohning zikr qilinadi. Alloh taoloning zikr qilingan uylarda Alloh taoloning roziligi, barakasi bo'ladi inshaalloh. Shuning uchun o'zingizlarning hissalaringizni qo'shib qolinglar. Chunki ko'ryapmiz, mana vaqt kelsa bemahalda olisda bo'lib qolamiz. Qishloqda emasmiz. Qani endi borib o'zim qo'llarim bilan g'isht qo'ysamki degan maqsad qilamiz, lekin olisdaligimiz, musofirchilikda bo'lganligimiz uchun imkoni yo'q-da. Shuning uchun mana imkoni bor odamlarga mana qilib qo'l qo'yib beryapmiz inshaalloh roziligi uchun. Xudo xolasa mana. Aka, men sizga bunday qilib qo'yaman o'xshaydi buni o'zimda. Aha. Mana chaq endi tushib qoldi. Butun farzandlaringizni, qarindoshlaringiz nomidan mana qo'yaveraman mana. To'rtta qo'l qo'yaman yana Xudo xolasa. Qimmat vaqtlarni beryapsiz o'ba. Az bozorga borsak. Juda chiroyli. Mana akalarimiz mehmon odamlar mehnat qilishyapti Allohning roziligi uchun. Mana Xudo xolasa juda yaxshi inshaalloh. Aka, qo'ying. Allohim qilgan ehsoninglarni qabul qilsin, duo qilib turinglar. Bizni ozgina g'am yeb tursangiz, mana masjidlarimiz, madrasalarimizni hozir devorlarni bir taraf ko'tarilib qoldi. Arqa tarafi inshaalloh. Hozir ko'rsataman. Mana arqa taraf ko'tarib bo'ldi, alhamdulillah. Allohim har doim o'zini yo'lida, o'zini dini uchun xizmat qildiradigan, mehnat qildiradigan va albatta sizlarning mehnatlaringizni qabul qiladigan darajada Alloh subhanahu va taolo o'zi yordam qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.